Peshona teri bilan topgan jamg'armasidan zakot bergan dehqon bir do'sti bilan haj safariga otlandi. Dehqon zakotni ado qilgandan so'ng qolgan pullarini belboqqa o'rab, beliga mahkam qilib bog'lab oldida yo'lga ravona bo'ldilar. Bir necha kun yo'l yurib, Madinaga yaqin qolganda bir karvonsaroyga to'xtadilar. Peshin namozini o'qishga niyat qildilar. Tahorat olish uchun chiqib turgan buloq suvlaridan birini yoniga borib o'tirgan dehqon biroz hordiq oldi va tahorat qilib namoz o'qidi. Do'sti bilan Madina tomon yo'l olar ekan, biroq belidagi pullardan bog'lagan belbog'ini tahorat olgan buloq yonida unutib qoldirganini bildi. Qaytsammikan, o'yladi dehqon. Aradan ancha buncha vaqt o'tdi. Allaqachon kimdir topib olib ketgan bo'lsa kerak. Odam gavjum joy bo'lsa. Mayli. Ammo bir umr yiqqan boyligim edi-ya, o'ylardi xayolida. Dehqon do'sti bilan haj ibodatini chiroyli tarzda ado etdilar. So'ngra yana o'sha yo'l orqali ortga qaytdilar. Pulini unutib qoldirgan karvonsaroyga namoz o'qish uchun to'xtadilar. Dehqon o'sha pulini unutib qoldirgan buloq bo'yiga oshiqdi negadir. Ammo u buloq bo'yiga hech kim o'tmayotganidan taajjublandi. Dehqon o'sha buloq tomon yurgan edi, odamlar uni to'xtatib dedi: "U buloq bo'yiga borma. U joyda katta bir ilon bor. Yaxshisi boshqa buloqlardan birida tahorat olaver." Dehqonning qiziqishi ortdi va dedi: "Yo'q, men o'tib ko'ray-chi, qanaqa ilon ekan." Dehqon buloq bo'yiga o'tib, ne ko'z bilan ko'rsinki, belbog'iga o'ralgan pullari turar edi. Dehqon xursand bo'lib pullarini olib, yig'ilgan odamlarga bor gapni aytib berdi. Shunda odamlar orasidan bir ulamo dedi: "Ey musulmonlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'zlarini eslanglar. Kimki topgan molidan Alloh uchun zakot bersa, Alloh uning molini o'g'ri va har xil talofatdan asraguvchidir" deganlar. Ushbu birodarimiz ham zakotni o'z vaqtida Alloh yo'lida berganligi uchun bu belbog'idagi pulni Alloh odamlar ko'ziga ilon shaklida ko'rsatgan va natijada ushbu omonatni o'z egasi kelguncha saqlagan.